Ustakalar hormanglar. Samarqand shahrida yangi brend chiqibdi. Kafeni Clever. Buni sinab ko'ramiz. Birinchi navbatda xaltani yasab olamiz. Keyin aralashtirib, yaxshilab, chotki qilib va bitta kafeni jeltva qilib ikkiga bo'lib, uni patologga yopishtirib ko'ramiz. Xudo xolasa patologga mana gruntovka qilmasdan turib kafeni Clever o'zini surtib kafeni yopishtiramiz. Va xudo xolasa 24 soat vaqtdan keyin sinab ko'ramiz. Bunga polni osidamiz. Ana ustakalar, kafelimizga ham 24 soat vaqt o'tdi, quridi. Endi esa pilisoskani qotirib olamiz. Ustaka necha kilosiz? 60 kilo chiqasiz. Va endi osilishni boshlang. Mana ustakalar, 60 kilo og'irlikda akamiz oyoqlari yerdan uzilgan. Endi esa navbat bizga. Endi biz chiqamiz, tekshirib ko'ramiz. Endi navbat menga. Meni og'irligim 100 kilo. Xudo xolasa boshlaymiz. Bismillah. Ana ustakalar, ko'tarishni qaranglar. Pilisoska ketdi, lekin kafel joyida. Demak, ustakalar, kafel haqiqatan juda ham mustahkam ekan. Kerak juda ham zo'r. Bu kafeniklar Samarqand brendi, yangi brend. Ustakalar, kimga kerak bo'lsa, mana shunaqa sifatli, juda ham mustahkam turishini xohlasangiz agar, mana shu telefon raqamga qo'ng'iroq qilib, bu o'zimning shaxsiy raqamim va sizlarga nechta kerak bo'lsa, primoy zavoddan turib sizlarga tasdiq qilib beraman. Arzonda va sifatli juda ham baquvvat kerak ustakalar.